Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari, hurmatli teletomoshabinlar. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan joriy yilning 6 oyi davomida viloyatda raqobat muhitini o'rganish, tovar moliya bozorini tahlil qilish, nohalol raqobatga chek qo'yish, monopolist korxonalarda narx va tariflarni qo'llanishi shu bilan birga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama bozorini tartibga solish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Hududiy boshqarma tomonidan joriy yilning o'tgan oyi davomida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga davlat boshqaruv organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining aralashuviga hamda yangi xo'jalik yurituvchi subyektlarning bozorga kirishiga to'sqinliklarni vujudga keltirishga yo'l qo'ymaslik borasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 694-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom hamda raqobat to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida jami 10 ta, shundan 7 ta mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida hamda 3 ta davlat boshqaruv organlari tomonidan qabul qilingan qaror, buyruq, farmoyish loyihalarini ekspos usulida o'rganishlar o'tkazildi. O'rganishlar natijasida mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda boshqaruv organlari tomonidan jami 127 ta xo'jalik yurituvchi subyektlari qaror qabul qilingan. Qarorlar raqobat to'g'risidagi qonunning 22-moddasi talablariga zid ekanligi aniqlandi. Aniqlangan qonun buzish holati bo'yicha 7 ta mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda 3 ta davlat boshqaruv organlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risidagi qonuniga muvofiq bajarilishi majburiy bo'lgan 10 ta taqdimnomalar kiritildi. Shuningdek, shahar hamda tuman hokimliklari tomonidan Regulation.gov.uz saytiga muhokama uchun joylashtirilgan har bir hujjat loyihasi raqobatga ta'siri ex-ante usulida o'rganib chiqilganda 4 ta qaror loyihasiga O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risidagi qonunning 22-moddasi talablariga zid ekanligi aniqlandi. Natijada mazkur hokimliklar tomonidan qabul qilingan qonun buzish holatlariga yo'l qo'yilgan qarorlarni qonunga muvofiqlashtirildi. Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida e-qaror elektron tizimiga saytiga joylashtirilgan kunlik qaror va farmoyishlar ex-ante usulida ko'rib chiqilib, e-qaror elektron tizimi saytiga joylashtirilgan 2 ta hokimliklarning qarorlariga O'zbekiston Respublikasi raqobat to'g'risidagi qonunning 22-moddasi talablariga zid ekanligi sababli mazkur qabul qilingan qarorlar bekor qilindi. 2026-yilning 6 oy davomida boshqarma tomonidan davlat xaridlari elektron tizimlari Xarid.uz hamda Xarid.uz orqali amalga oshirilgan savdolar tahlil qilinganda jami 813 ta tanlovlar savdolarida raqobatga zid holatlar aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan hududiy boshqarma tomonidan 50 ta buyurtmachilarga nisbatan tegishli tartibda ish qo'zg'atilib, 31 ta mansabdor shaxslarga ma'muriy javobgarlikka tortildi va 341 ta tanlov savdolari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga chora ko'rishlik uchun o'tkazib berildi. Hududiy boshqarma tomonidan 2026-yilning 6 oy davomida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 1465 ta murojaatlar ko'rib chiqildi. Mazkur murojaatlarning 93% ijobiy hal etib, natijada 2 milliard so'mdan ortiq mablag'lar tadbirkorlik subyektlari va iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilindi. Kelib tushgan murojaatlarning 75% uy-joy, kommunal, transport sohaga tegishli, 20% savdo va umumiy ovqatlanish sohalariga tegishli, 8% ijtimoiy sohalar hamda 1% reklama va boshqa sohalarga tegishli murojaatlarni tashkil etdi. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish yuzasidan o'tgan 6 oy davomida 25 ta yo'nalishda o'rganishlar o'tkazilib, nomuayyan doiradagi 103 mingdan ortiq iste'molchilarning huquqlari tiklandi va natijada 5 milliard so'mdan ortiq mablag'lar iste'molchilar bilan qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlandi. Bundan tashqari, iste'molchilarning manfaatlarini ko'zlab 15 dan ortiq sudlarga da'vo ariza kiritildi. Vakolatli organlar bilan hamkorlikda joriy yilda 34 ta turdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni yaxna ichimliklar, sut mahsulotlari, bolalar ozuqasi, go'sht mahsulotlari, ko'mir, qora metall hamda boshqa mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari yuzasidan talablarga muvofiqligi bo'yicha nazorat xaridlari o'tkazilib, 23 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqlilik muddati o'tganligi aniqlandi va ushbu mahsulotlarni sotgan xo'jalik yurituvchi subyektlarning rahbarlariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli sudlarga taqdim etildi. Dori vositalarining narxlari yuzasidan
o'tkazilgan o'rganishlar davomida o'tgan davrda Firetesh tizimi orqali 14 mingdan ortiq xabarlar tahlil qilinib, 5100 ta holatda dori vositalarining narxlari oshirilganligi holatlari aniqlandi va 152 million so'm oshiqcha olingan daromadlar iste'molchilar bilan qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlandi. Reklama sohasida hududiy boshqarma tomonidan joriy yilda jami 2000 ta tashqi reklamalar xatlovdan o'tkazilib, 1000 dan ortiq reklamalarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan pasport olinmasdan joylashtirilganligi aniqlandi va ushbu tadbirkorlarga reklamani qonuniylashtirish bo'yicha ogohlantirishlar yuborildi va 10 ta korxona va jismoniy shaxslarga tegishli choralar ko'rildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.